Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiyasi bank kartasiga tushadigan har bir pensioner, shuningdek ota-onasi, bobosi yoki buvisining kartasidan foydalanib yurgan farzandlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap shundaki, banklar pensiya kartalari bo'yicha ayrim amaliyotlarni avvalgidek erkin bajarishga ruxsat bermay qo'yayotgan holatlar ko'paymoqda. Bu hamma pensionerning pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Lekin ayrim xatolar sabab odam pulini vaqtida ololmay qolishi, karta bloklanishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa pensiyasi kartaga tushadiganlarga. Qishloqda yashaydigan keksalarga kartasini bolalariga berib qo'ygan pensionerlarga yuboring. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot kimningdir bir oylik pensiyasini asrab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensioner pensiya kartasini olardi. PIN kodini farzandiga, nevarasiga yoki qo'shnisiga aytib qo'yardi. Kimdir bankomatdan naqd pul yechib berardi. Kimdir mobil ilova orqali kommunal to'lovlarni to'lardi. Kimdir kartadan boshqa kartaga pul o'tkazardi. Banklar ham ko'p hollarda bunday mayda amaliyotlarga chuqur e'tibor bermasdi. Pensionerning kartasidan pul yechildimi? Demak, karta egasi rozi degan oddiy qarash bor edi. Lekin hozir vaziyat o'zgaryapti. Banklar firibgarlik, karta egasining roziligisiz pul yechish, shubhali o'tkazmalar, birovning kartasidan doimiy foydalanish, qarzdorlik bo'yicha undirish, identifikatsiya muddati tugashi kabi holatlarga ancha jiddiy qarayapti. Bu o'zgarishlarning sababi oddiy. So'nggi yillarda pensionerlar nomiga rasmiylashtirilgan kartalardan firibgarlar, begona odamlar, hatto ayrim qarindoshlar ham foydalanib, keksalarni pulsiz qoldirgan holatlar ko'paydi. Men buni banklar pensionerlarni jazolayapti deb tushuntirmayman. Aslida bank tizimi xavfsizlikni kuchaytiryapti. Ammo oddiy odam buni ko'pincha bank pulimni bermayapti, pensiyamni taqiqlab qo'yibdi, kartam ishlamay qoldi deb qabul qiladi. Shuning uchun bugun men aynan nimalar cheklanishi mumkin, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin va muammo chiqmasligi uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiyaning o'zi taqiqlanmaydi. Pensiya davlat tomonidan tayinlangan qonuniy to'lov. Bank uni o'z xohishicha bekor qila olmaydi. Lekin bank karta bilan bog'liq ayrim amaliyotlarni vaqtincha cheklashi mumkin. Masalan, karta bloklanishi, katta summa ichida qo'shimcha tasdiq so'ralishi, mobil ilovaga kirish to'xtatilishi, shubhali o'tkazma tekshiruvga olinishi yoki pensionerning shaxsini qayta tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kartasini doimiy ravishda boshqa odam ishlatayotgan pensionerlar. Masalan, 72 yoshli onaxonning pensiyasi har oy 1 million 1 ming so'm tushadi. Kartani esa o'g'li o'zida saqlaydi. Har oy pensiya tushgan kuni bankomatdan hammasini yechib oladi yoki o'z kartasiga o'tkazadi. Onaxon bankka bormaydi, ilovadan foydalanmaydi, SMS-larni ham o'g'li ko'radi. Tizim buni doimiy bir xil holat sifatida ko'rib turishi mumkin. Lekin agar birdaniga boshqa viloyatdan pul yechilsa, keyin internet orqali to'lov qilinsa, keyin yana notanish kartalarga o'tkazma bo'lsa, bank xavfsizlik nuqtai nazaridan operatsiyani to'xtatishi mumkin. Ikkinchi xavfli holat, pensioner karta PIN kodini hammaga aytib qo'ygan. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Qo'shnim yaxshi odam. Har oy bankomatdan olib beradi, deyishadi. Birinchi oy hammasi joyida bo'ladi. Ikkinchi oy ham joyida, uchinchi oy esa 1 million 200 ming so'm o'rniga 900 ming so'm olib keladi va bankomat komissiya ushlab qoldi deydi. Aslida esa pulning bir qismini o'zi olgan bo'lishi mumkin. Pensioner buni isbotlay olmaydi, chunki kartani va PIN kodni o'zi bergan. Bank bunday vaziyatda siz PIN kodni sir saqlashingiz kerak edi deb javob berishi mumkin. Uchinchi holat, karta orqali pensionerga tegishli bo'lmagan katta pul aylanmasi qilinmoqda. Masalan, pensionerning pensiyasi 1 million 800 ming so'm, lekin uning kartasiga oy davomida 25 million 20 million so'm kirib chiqmoqda. O'g'li savdo qiladi, lekin soliq yoki hisob-kitobdan qochish uchun onasining kartasidan foydalanadi. Bank tizimi bunday nomutanosiblikni ko'radi. Pensiya kartasi oddiy ijtimoiy to'lov olish uchun ishlatilishi kerak. Lekin undan biznes hisob raqami sifatida foydalanilsa, savollar tug'iladi. Bank bunday operatsiyalarni shubhali deb baholab, hujjat so'rashi, karta amaliyotini cheklashi yoki mijozni
bank bo'limiga chaqirishi mumkin. 4-holat qarzdorlik va majburiy undirish masalasi. Ba'zi pensionerlar pensiya kartamga hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin aliment kredit qarzi sud qarori ijro hujjati bo'lsa, ayrim to'lovlardan qonun doirasida ushlab qolinishi mumkin. Bu yerda ham nozik jihat bor. Hamma pulni to'liq yechib olish mumkin emas. Qonunda ayrim cheklovlar va himoya normalari bo'ladi. Ammo odam o'z qarzini e'tiborsiz qoldirsa, karta orqali keladigan mablag' bo'yicha bank yoki ijro organi harakat qilishi mumkin. Shuning uchun pensiyam kartida, demak mutlaqo xavfsiz degan fikr noto'g'ri. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning kartasi o'zida bo'lsa, PIN kodini hech kimga aytmasa, pensiya tushgach o'zi bankomatdan yetsa yoki o'zi to'lov qilsa, hujjatlari joyida bo'lsa, kartadan g'alati katta aylanmalar qilinmasa, odatda muammo bo'lmaydi. Bankning maqsadi bunday odamlarga to'sqinlik qilish emas. Bank asosan shubhali, noodatiy, xavfli yoki qonuniy talablar bilan bog'liq amaliyotlarni nazorat qiladi. Bir real hayotiy misolni olaylik. Otaxonning pensiyasi 2 million 100 ming so'm. Har oy 300 ming so'm elektr, gaz va telefon uchun to'laydi. 1 million 500 ming so'm naqd yechadi, qolganini kartada qoldiradi. Bu normal holat. Endi boshqa misol. Shu otaxonning kartasiga bir oyda 12 ta odamdan pul tushadi. Jami 10.8 million so'm bo'ladi. Keyin bu pullar 5 ta boshqa kartaga bo'lib yuboriladi. Bu pensiyalarning oddiy pensiya harakati emas. Bank buni ko'rib, bu mablag'larning manbasi nima deb so'rashi mumkin. Yana bir misol. Buvining pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Nevarasi internetdan telefon sotib oladi. Karta ma'lumotlarini turli saytlarga kiritadi. Keyin kartadan 200 ming so'm, 400 ming so'm, 99 ming so'mdan pul yechila boshlaydi. Buvining o'zi hech narsani tushunmaydi. Bankka borganda esa karta ma'lumotlari begona saytga kiritilgani aniqlanadi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner kartasi oiladagi hammaning umumiy kartasi emas. Bu shaxsiy moliyaviy hujjat. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat ishonchnoma masalasi. Agar pensioner sog'lig'i sabab bankka bora olmasa, farzandi uning nomidan ish qilishi uchun og'zaki ruxsat yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu mening onam, men pulni olib beraman degan gap bank xodimi uchun huquqiy asos emas. Rasmiy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa karta qayta chiqarish, blokdan chiqarish, limitni o'zgartirish, hisob bo'yicha ma'lumot olish kabi ishlar uchun hujjat talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat biometrik yoki shaxsni tasdiqlash jarayonlari. Ba'zan bank mijozdan pasport yoki ID karta ma'lumotlarini yangilashni so'raydi. Kimdir buni bank pensiyamni bermayapti deb tushunadi. Aslida bank mijozni tanish va ma'lumotlarni yangilash majburiyatiga ega. Agar eski pasport ma'lumoti bilan karta ochilgan bo'lsa, keyin ID karta olingan bo'lsa, telefon raqami o'zgargan bo'lsa, yashash manzili almashgan bo'lsa, bank qayta tekshiruv so'rashi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Telefon raqami kimning nomida ekanligi. Ko'p pensionerlarning kartasiga ulangan telefon raqami farzandi yoki nevarasi nomida bo'ladi. SMS o'sha raqamga boradi, ilovaga ham o'sha odam kiradi. Keyin nizo chiqsa, pensioner men bilmaganman deydi. Bank esa operatsiyalar SMS tasdiq orqali o'tganini ko'rsatadi. Shuning uchun pensiya kartasiga bog'langan telefon raqami imkon qadar pensionerning o'z nomida yoki kamida ishonchli nazoratda bo'lishi kerak. 4-nozik jihat karta muddati tugashi. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0526 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil may oyigacha amal qiladi. Muddat tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin karta orqali yetish imkoni bo'lmasligi mumkin. Odam esa pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turadi, faqat karta yangilanishi kerak. Shuning uchun karta muddatini oldindan tekshirish kerak. 5-nozik jihat bankomatdagi limitlar. Ba'zi odamlar bir kunda katta summani yecha olmaydi va bank taqiqlabdi deydi. Aslida bankomatning naqd puli tugagan bo'lishi, kunlik yechish limiti bo'lishi yoki kartada xavfsizlik limiti o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner 3 million so'm yechmoqchi, lekin bankomat bir martada 2 million so'mgacha beradi. Bu taqiq emas, texnik yoki limit masalasi. Bank bo'limiga murojaat qilinsa tushuntirib beriladi. 6-nozik jihat firibgarlar bankdanman deb qo'ng'iroq qilishi. Men bu joyni alohida urg'u bilan aytaman. Haqiqiy bank xodimi hech qachon kartangizning to'liq raqamini
amal qilish muddatini, CVV kodini, SMS kodini, PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir pensiyangiz bloklandi, hozir kodni ayting desa bu firibgar. Agar yangi qaror chiqdi, pensionerlar ro'yxatdan o'tish kerak deb havola yuborsa, bu ham xavfli. Havolaga kirib karta ma'lumotlarini yozsangiz pulingiz ketishi mumkin. 7-nozik jihat oilaviy kelishmovchiliklar. Ba'zan farzandlar onam menga ruxsat bergan deydi. Boshqa farzand esa yo'q, u pulni o'zlashtiryapti deydi. Bank bunday nizolarda og'zaki gaplarga emas, hujjatlarga qaraydi. Shuning uchun pensionerning puli kim tomonidan va qanday ishlatilayotgani aniq bo'lishi kerak. Agar farzand yordam berayotgan bo'lsa, har oy qancha pul yechilganini pensioner bilishi, SFSS ko'rishi kerak bo'lsa, chek saqlanishi foydali. Endi nima qilish kerak? Men tomoshabinlarga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta ishlayaptimi? Bankomatda pul yechilyaptimi? SMS xabar kelyaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? Buni bugunoq tekshirish mumkin. Agar ota-onangiz yoki buving'iz kartadan foydalansa, ularning yo'niga borib birga ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, PIN kodni faqat karta egasi bilsin. Agar hozir PIN kodni bir necha odam bilsa, bankomat yoki bank ilovasi orqali PIN kodni almashtiring. PIN kodni tug'ilgan yil. Telefon raqami oxiri 1111, 1234 kabi oson raqam qilmang. Karta orqasiga yozmang, qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin eng ko'p yo'qotishlar aynan shundan boshlanadi. Uchinchi qadam. Karta ma'lumotlarini internetga kiritishda ehtiyot bo'ling. Agar pensioner internet xarid qilmaydigan bo'lsa, kartani onlayn to'lovlardan cheklab qo'yish mumkinmi? Bankdan so'rang. Ayrim bank ilovalarida internet to'lov limitini pasaytirish yoki vaqtincha o'chirib qo'yish imkoniyati bor. Masalan, pensiya kartasida 2 million so'm tursa, onlayn xarid limiti 100 ming so'm qilib qo'yilsa, firibgar kirsa ham katta zarar qila olmaydi. 4-qadam. Agar karta bloklangan bo'lsa, vahima qilmang. Avvalo bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Raqamni internetdagi tasodifiy reklamalardan emas, kartaning orqasidan, bankning rasmiy saytidan yoki bank bo'limidan oling. Keyin sababini so'rang. Karta muddati tugaganmi? Shubhali operatsiya bo'lganmi? Hujjat yangilash kerakmi? Ijro hujjati kelganmi? Texnik muammo bormi? Sababini bilmasdan turib, hech kimga SMS kod aytmang. 5-qadam. Banka borishda hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, karta telefon raqami, kerak bo'lsa ishonchnoma olib boriladi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma masalasini oldindan aniqlang. Bankdan qaysi hujjat kerak deb so'rab oling. Shunda 2-3 marta qatnab yurmaysiz. 6-qadam. Agar pul noto'g'ri yechilgan deb o'ylasangiz, darhol yozma ariza bering. Faqat og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Bank bo'limida ariza yozing. Qachon, qancha pul yechilgan, qaysi operatsiyaga e'tirozingiz bor? Karta sizda bo'lganmi yoki yo'qmi, SMS kelganmi? Arizadan nusxa yoki ro'yxatga olingani haqida tasdiq oling. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. 7-qadam, qarzdorlik bo'lsa, uni yashirmang. Agar kredit, aliment yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolish bo'layotgan bo'lsa, bankdan va ijro organidan asosini so'rang. Qancha qarz, qaysi hujjat asosida, qancha foiz ushlanmoqda, qachongacha davom etadi? Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, yozma tartibda e'tiroz bildiring. Agar to'g'ri bo'lsa, to'lov jadvalini bilib oling. Noma'lumlik odamni ko'proq qiynaydi. 8-qadam. Pensionerning kartasini oilaviy savdo yoki biznes uchun ishlatmang. O'g'il, qiz, nevaraning savdosi bo'lsa, o'z kartasi yoki qonuniy hisob raqamidan foydalansin. Pensioner kartasi orqali katta pul aylantirish keyinchalik bank savollariga, soliq masalalariga, oilaviy nizolarga va karta cheklanishiga olib kelishi mumkin. Bu 1-2 marta bo'lsa mayli degan narsa emas. Tizim bunday aylanmalarni ko'radi. 9-qadam. Har oy pensiya tushgandan keyin SMS va balansni tekshiring. Masalan, pensiya 1 million 700 ming so'm bo'lishi kerak edi, lekin 1 million 220 ming so'm keldi. Darhol sababini aniqlang. Balki qarz ushlangan, balki oldingi oy ortiqcha to'lov qaytarilgan, balki komissiya emas, boshqa operatsiya bo'lgan. Bir necha oy o'tib ketgandan keyin tekshirish qiyinlashadi. 10-qadam. Keksalarga oddiy qo'yda o'rgating. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech kimga PIN kod berilmaydi. Telefon orqali kelgan havolaga karta ma'lumoti yozilmaydi. Karta yo'qolsa darhol bloklanadi.
Bankka faqat rasmiy raqam orqali murojaat qilinadi. Mana shu 5 qo'da ko'p pensionerlarni katta zarardan saqlaydi. Bugungi gapning eng muhim joyi shuki, banklar pensiyani bekor qilmaydi, lekin karta xavfsizligi. Shubhali operatsiyalar, hujjat yangilash, qarzdorlik yoki firibgarlik xavfi bo'lsa, ayrim amaliyotlarni cheklashi mumkin. Kim kartasini ehtiyot qilsa, PIN kodini yashirsa, hujjatlarni joyida saqlasa va kartadan faqat o'z ehtiyoji uchun foydalansa, odatda xavotirga o'rin yo'q. Men sizdan so'rayman, agar oilangizda pensiyasi kartaga tushadigan inson bo'lsa, bu ma'lumotni unga albatta tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizda shunday holat bo'lganmi? Karta bloklanganmi? Bank qanday sabab aytgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki vaqtida aytilgan bitta ogohlantirish kimningdir bir oylik pensiyasini, asabini va ovora bo'lishini saqlab qolishi mumkin.